Assalomu alaykum. Osiyo fasadning plitka ishqibozlari. Mana Osiyo fasadning plitkalarimizda ko'rsatib o'tamiz. Mana 3D variantdagi mramor ko'rinishdagi toshlarimiz mana juda chiroyli chiqqan. Xudo xolasa mana ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Mana bu yerda har xil turli toshlarimiz bor, har xil turli ranglarda. Mana Xudo xolasa bizda mana mehmonlar bor, Tojikistondan kelgan. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana Xudo xolasa mana qoliplarda ish jarayonlar o'rganishib, Xudo xolasa mana Osiyo fasadning plitka qoliplaridan Tojikistonga olib ketishyapti. Xudo xolasa mana bu yerda qoliplari tayyor bo'lganlari, ichkarida yana qolganlari tayyor bo'lyapti. Ishlari o'rganishib, Xudo xolasa Tojikistonda ham plitkalar chiqariladi, Xudo xolasa. Inshaalloh. Kashfi plitka mana biz keldik, mana yaxshi aka kutib oldilar. 2 kun mehmon bo'ldik. Bu to'xtaganimizda o'zi shu kishini muomalalari bizga ma'qul bo'ldi. Ham ishlarning kashfiyatini biz ko'rdik. Shu yerda to'xtashga qaror qildik. Mana 2-3 kun stajga turdik. Shogird bo'lib o'rgatishdi. Biza davolen, o'zlari ham davolen. Yaxshi o'rganib oldik, qoliplarni oldik. Endi xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Qoliplarga tayyorlayaptilar. O'zimiz ketamiz, ketimizdan jo'natadilar. Hozir hammasi yaxshi, e'tibor ko'nglaymiz. Mehmonga sabab voqeasi uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa aloqadamiz. Xudo xolasa ishlarga omad. Xudo xolasa biz bo'lamiz sizni. Bo'ldi. Xudo xolasa pastda nomerlar qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar obunachilar. Like bosishni unutmaysizlar. Bizda pastda Telegram kanal, YouTube, Instagram, TikTok kanallari bor. Ularni xudo xolasa bitgan uylarni kuzatishlaring mumkin. Xudo xolasa kelib o'rganib, qalbi biznes boshlayman deganlar kelib o'rganib ketaverasizlar. Xudo xolasa har xil turlari bor. Besplatni o'rgatamiz, kelib o'rganib ketaverasizlar. Yotoqlar bor, hamma narsa joyida. Kelib o'rganib ketaverasizlar. Bu yerda hamma ustoy, hamma zakon. Mana shuni qo'ylari. Hammalar muomalalari yaxshi. Yaxshi mehmonlarga yaxshi kutuvlar, yaxshi qarayganlar o'zi bizni ketganimiz kelmay qoldi. Bo'ldi, salomat bo'linglar. Xudo xolasa ko'rishamiz yana boshqa.